Salam bütün dünyadaki qarindoshlar. Hammanglarga salam. Oliy ehtirom. Bugun o'zinglar bilasizlar, qaysi xotira kuni. O'zinglar hamma esinglarda bor. Bugun 5-chislo 97-yili 2-ayning 5-kuni Xitoy tajovuzchilarining vatanimizning o'ljisida Uyg'ur xalqini qonli qirg'in qilgan kuni. Qarindoshlar, bizning shunday xotir qiladigan davomli umrimizda ma kuni qirg'an, a kuni qirg'an, oni qirg'an deb xotirlab o'tib ketamdiq. Lekin uni xotirlaymiz, cho'qim xotirlamasak bo'lmaydi. Chunki o eli vaqasidagi Uyg'ur qarindoshlarimiz, elidagi yoshlarimiz, farzandlarimiz, onalar va bolalar vatanimizning ozodligi, erkinligi uchun o'zining issiq qonini to'kkan bir kun. Biz Barim vaqasi, 7-ayning 5-i Urumchi vaqasi, Xo'ta vaqasi, Qashqa vaqasi, Oqsuv vaqasi, mushundaq. Ma 68-yillik mushu cho'ng 25 ming kishilik yoshlar namoyishidagi qirg'inchilik tutib etishlar, mushu vaqalar hammasi biz eslaydigan, biz xotirlaydigan xalqimizning biz uchun bedel to'lagan kunlari. Biz bu kunlarda biz uchun qon to'kkan qarindoshlarimiz uchun motam tutamiz. Dunyoning hamma yerida eslaymiz, ularning oilasidan hol so'raymiz, oila tabobatlarini o'zini seg'inimiz, ular bosgan qadam izladın biz minib, biz ularning to'kkan qanini, to'kkan yeshini, ularning to'lagan bedelini herkes yerda qo'ymay biz davomlashtiramiz. Taki ashlar arzu qilib jon bergan bo'lsa, biz bunu jon berdigan ish bo'lsa, jon, qon berdigan ish bo'lsa, qon, ömür berdigan ish bo'lsa, ömür, japa berdigan ish bo'lsa, japa, hammani bedelini to'lashga biz tayyor. Biz cho'qim vatanimiz ozod bo'lib, osh vatanning zimini mana hozir o'zinglar ko'rdinglar. Kanadaga 10 ming odamni qonun ma'qullab oladigan bo'ldi sargandarlardan. Nurg'un qarindoshlarimiz xo'sh bo'ldi. Umuman men bu kichkina xo'sh bo'ldim. Ozroq bo'lsa-mu osh sargandar o'g'lim. Asli biz vatanga ketishimiz kerak. Vatanga uyaga yalvarmay, buyaga yalvarmay. Biz mushu 10 minglagan, 100 minglagan odamimiz vatanga qaytish kerak. Biz shuni xo'sh bo'lishimiz kerak. Lekin vatan Xitoyning qo'lida. Bağa yerdə bizden adamlarımızı öldürüp, qarindoshlarimizni öldürüp, hazır lagerdan çıqqanlar, lagerdan çıkıplar, can üzüp, çıkıplar uzun qamay can üzüp atıdı. Bu işlerin hamısını soruşturqanımız qarindoshlar. Muşunda bolup atqan boğaşqa, biz muşu halatda dünyanın hamma yerida muşu xotir kunlari, yani men sizlarga deb o'tdim, bir ko'shman Qubilxonaga oz to'lib olsin biz xo'sh bo'ldik. Mana bugun qayg'urimiz, yig'laymiz, eslaymiz, ularning izida mangimiz. Aşk kahramanlarının namini evlatlarımızı bugün tanıştırırız. Evlatlar aşk kimler? Kandak ölgen. Bizden tarihimizde meyli Şinsi devirde, meyli Gomindan devirde, meyli Manjuriya devirde aşında kan töküp, bedel tölep, vatanını azat kılgan bayrak tikilgenlerini eslaymiz. Hem muş Xitay besip algan dikin Vangjing işplasının devirde karşı çıqqanlarını mı eslaymiz. Mana eli vaqasini, men 2-ayning 5-kuni biz bütün dünyanın hamma yeridan eslab oshlar qilgan kurashning davomini davomlashtiramiz. Eli vaqasi qanday qirdi? Men mush eli vaqasi bilan shu sababdan turmaga elinib, men o namoyishga qatnashmadim. Shu namoyishdagi o'ldirilgan, maxfiy tutqan, Urumchiga kelgan, yo'tkigan axborotni qo'lga tushirib, Amerika hükümetiyle biz şu Ramila Hanım bilen bağın kılcığa 6-chislo. Muş kolga düşügen materyalini tapşırman dep men kolga elim qal. Şuna bu günni men olaydı eslayman ve başka kunlarımı davamlı eslayman. Bugün bütün ilideki qarindoshlarga samimiy salam, bütün vatanimizdeki qarindoshlarga, Uyg'uristondagi, Sharq Turkistondagi barliq qarindoshlarga samimiy salam. Bugün hammamiz
muşu matem tutumuz muş gün üçün. Hem muş qerindaşlarımızdan, muş farzandlarımızdan, ukullarımızdan baskan izidin mağımız. Ular bizge özünün arzusunu koyup getdi. Ular bizge özünün taleplerini koyup getdi. Ular bizge özünün köz yeşini, jığısını, azap okubatlarını, qanda qiynap öltegelliklerini bizge ders kılıp koyup getdi. Biz çokum şu yolunu davamlaştırırız. Hazır dünyanın hemmi yerinde, meyli Amerika'da olsun, Kanada'da olsun, Avustralya'da olsun, Türkiye'de olsun, dünyanın hemmi yerinde muşu gün üçün, muş gününü hatırlap, kozgulup, bularning qisasini dunyodan talab qilib, Allohga iltijo qilib, namoyishga chiqqan qarindoshlar namoyish qilyapti. Hammasi harakat qilyapti. Dunyoning hamma yerida namoyish etib berayotgan barliq inqilobchilarimiz, sabdoshlarimiz va mushu ilvaqa qirg'inchilikqa duch kelgan, turmularga tushgan qarindoshlarimizning avlodlariga samimiy salom, oliy ehtirom. Rahmat sizlarga.